Bizning matematik modelimizga ko'ra, sayyoramiz 2036-yildan kechikmay halok bo'ladi. Ushbu voqealarning rivojlanishi sayyoramiz qobig'ining ichidan yorilishiga olib keladi. Ba'zi joylarda yer qobig'ida mikro yoriqlar sodir bo'ladi. Bu magmaning faolligini yanada oshiradi. Magma faolligi okean tubidagi yer qobig'ining eng yupqa joyida ulkan yorilishni keltirib chiqarmagunicha oshib boraveradi. Bu muqarrar. Ushbu yorilish 99.9% ehtimoli bilan Mariana botig'i hududida sodir bo'ladi. Aynan o'sha yerda chuqur fokusli zilzilalar qayd etilyapti va aynan u yerda sayyoradagi eng yupqa yer qobig'i atigi 5 kilometr. Avvaliga oz miqdordagi suv magma bilan to'qnashganida birinchi portlash sodir bo'ladi. Biz mikro portlashlar deyapmiz. Aslida bu portlashlarning har biri o'nlab yadro bombalarining portlashiga teng portlash bo'ladi. Bu Mariana botig'i ostidagi yupqa yer qobig'ini yo'q qiladi. Ammo keyin eng dahshatli narsa sodir bo'ladi. Keyin nima bo'lishini tushunish uchun biz sizga tajriba ko'rsatamiz. Suv issiq metall bilan to'qnashganda nima bo'lganini ko'rdingizmi? Endi buni 100 milliard marotabaga ko'paytiring. Magma plumidan kelayotgan ulkan hajmdagi magma bir zumda Mariana botig'ini yorib yuboradi. Milliardlab kubometr suv, milliardlab kubometr magma bilan to'qnashadi. Mariana botig'ining tubida katta bosim ostida okean suvining keskin parchalanishi tufayli kislorod va vodorod ajralib chiqadi. Dahshatli portlash sodir bo'ladi. Bu portlash yer sayyorasidagi yadro qurollarining barcha zaxiralaridan bir necha ming barobar kuchli bo'ladi. Haddan tashqari katta bosim ostidagi okean qaynash u yerda tursin, portlab ketadi. Bu chang bilan aralashgan ulkan bug' ustunini ko'taradi. Katta bosim ostida bo'lgan ulkan bug' ustuni yuqoriga qarab intilib, bizning atmosferamizni yorib yuboradi. Atmosfera ko'rpaga o'xshab o'raladi va quyosh shamoli uni uchirib ketadi. Ya'ni bizning atmosferamiz tom ma'noda bor suv qobig'i bilan birga sidirilib ketadi. Shu vaqtning o'zida bu dahshatli portlash sayyoramiz qa'riga qaratilgan ulkan gidrozarbani keltirib chiqaradi. Chunki Mariana botig'ida 11 kilometr qalinlikdagi suv bu portlash sodir bo'ladigan joydagi katta bosim. Bu bosim o'z navbatida gidrozarbada o'z aksini topadi. Sayyora markaziga magma yo'naltirilgan dahshatli kuchga ega bo'lgan portlash to'lqini hosil bo'ladi. To'lqin tangensial ravishda tarqaladi va qo'shimcha gravitatsion jarayonlarni keltirib chiqaradi. Bu magmaning barcha tomonga qarab 10 barobar keskin kengayishiga olib keladi. Ya'ni magmaning hajmi 10 barobar oshadi. U tom ma'noda sayyorani ich-ichidan yorib yuboradi. Bunday zarbadan magma o'zini gazsimon modda kabi tutadi. Barcha vulqonlar, yoriqlar, litosfera plitalarining barcha chegaralari bir vaqtning o'zida yoriladi va otiladi. Marsda bo'lgani kabi yer yuzini ham lava oqimlar qoplaydi. Tabiiyki, zarba oqibatida ichki yadro joyidan siljib ketadi va tashqi yadroning harakati to'xtaydi. Bizning sayyoramiz o'ladi. Bu jarayon atigi bir necha daqiqa davom etadi. Yadro to'xtashi tufayli sayyoramizning elektromagnit maydoni va gravitatsion maydoni deyarli butunlay yo'qoladi. Bu degani, barcha sun'iy yo'ldoshlar yer orbitasidan yerga qulab tushadi. Shu jumladan Oy ham. Ammo bu bizga, odamlarga hech qanday tahdid tug'dirmaydi. Chunki bu voqealar natijasida biz insoniyat sifatida butunlay yo'q bo'lib ketamiz.